Jinsiy dvoykalarimizni sizlarga yaxshilab yana bir qator ko'rsatib bermoqchiman qizlar. Bilasizlar, men bu dvoykadan o'zim uchun ham xarid qildim va sizlarga kiyib ham obzor qilib berdim. O'zim olgan modeli mana mashina qizlar. Shu modeldan oldim-da, rosa yoqdi o'zimga. Juda ham sevdim. Hammasi bir-biridan chiroyli, hammasi o'ziga stilda qizlar. Kiyganingizda yarashadigan modellari bilan. Men buni nisbatan balshmerkaro bo'lganligi uchun, hozirgi holatimda ideal variantligi uchun oldim. Men modelimizni bemalol 52-54 kelgan klientlarimiz ham xarid qilishsa bo'ladi. Shimlarini tepa qismlari ham bunaqa rezinkali ham bog'li qilib ishlangan. Belgiga moslashtirib kiyaverasizlar. Rasvetkalari. Buni och rasvetkasi ham bo'lishi kerak. Ikkinchi modelimiz bu ham juda chiroyli qizlar. Yenglari knopkali qilib ishlangan. Keyingi modelimiz ham juda chiroyli. Pistolli qizlar, qaranglar. Mashasal. Ammo modelimizga bo'lsa gap so'z bo'lishi mumkin emas. Brendli qilib ishlangan juda asal qizlar.